Assalamualaikum muhtaram televizor ko'ruvchilar. Ko'rib atqaninglar Erkin Osiyo radiosi to'g'ri televiziyasining haftalik xabarlar programmasi. Mazkur programmamizda mush bir hafta jarayonida radiomizda berilgan bir qism muhim xabarlarni eslatib o'tamiz. Men Erkin. Men Gulchehra. Dünya Uyg'ur qurultayı raisi Rabia Qodir xonim 26 iyun Şavgan vaqasining 3 yillik munosabati bilan radiomiz stansiyasi ziyoratini qabul qilib, Uyg'urlarning 26 iyun Şavgan vaqasini milliy kamsitish va irqiy ayrimchilik siyosatining simvoli sifatida mangu unutmaydiganligini bildirdi. 2009 yılı 6. ayının 26. günü Guangdong ülkesi Şavgan şehri Şuri oyunçıq zavodida neçə minglığan Xitoy işçi mazkur zavoddagi Uyg'ur yoshlarga hujum qilgan. Vaqada ko'pligan Uyg'urlar yaralangan va o'ldirilganligi ilgari surilgan bo'lsa-mu, lekin Xitoy doiralari o'lgan Uyg'urlarning faqat 2 nafar ekanligida ching turib olgan. Doiralar vaqaning haqiqiy javobgarlarini surish qilishdan o'zini qochirgandan keyin 5 iyul Urumchida Uyg'ur yoshlari namoyish qilib javob izlagan. Namoyishkin qanliq bostirilib 5 iyul vaqasi deb atalgan edi. Dünya Uyghur Qurultayı 5 iyuldan keyin g'oyib bo'lgan Uyg'urlar haqida inglizcha doklad hazırladı. Doklad jami 47 betdan tashkil topgan bo'lib, dokladda Xitoyning 5 iyul vaqasidan keyin Uyg'urlarga qaratgan bostirish va tutqun qilish harakatlari, g'oyib bo'lgan 22 kishining kimligi va tutqun qilinish jarayonlari tonishtirilgan. Dokladning oxirida xalqaro jamiyat Xitoyni g'oyib bo'lgan Uyg'urlar haqida Uyg'ur xalqi va dunyo jamoatiga javob berishga qistashga da'vat qilingan. Amerikadagi atoqli kishilik huquq tashkiloti Erkinlik sari payshanba kuni e'lon qilgan 2012 yillik dokladida 2011 yil Xitoyda siyosiy huquq va fuqarolar erkinligi vaziyatining davomli nacharlashganligini ilgari surdi. Xitoy siyosiy huquq sohasi bo'yicha 7 nomer, fuqarolar erkinlik sohasi bo'yicha 6 nomerga erishib, eng nachar davlatlar tizimligiga kirishdan qutulib qolgan bo'lsa-mu, biroq dunyodagi erkinlik bo'lmagan davlat deb baholangan. Erkinlik sari 2002 yildan buyon har yili izchil Xitoyni dunyodagi erkinlik bo'lmagan davlat deb baholab keldi. Bu navbat uning 10-qitim bu xil bahoga erishishidir. 23 iyun Shvetsiya Uyg'ur Ma'arif uyushmasi Stokgolmda Uyg'ur madaniyat kuni faoliyati o'tkazib, Uyg'urlarning yemak-ichmak madaniyati, urf-odatlari va tarixini tanishtirgan. Jamiyat boshliqlari bu faoliyatning belgilik unumga erishganligini bildirdi. Shvetsiya Uyg'ur Ma'arif uyushmasi 2007-yili Shvetsiyaning poytaxti Stokgolmda qurilgan bo'lib, uyushma boshlig'i Nijat Apandi bu faoliyatning natijali o'tganligini bildirdi. Ma'lum bo'lishicha 5 iyuldan keyin izdiraksiz g'oyib bo'lganlardan biri Urumchidagi Marvetiz tamoqxonasining shogird oshpazi 17 yoshli Abdulaziz Ablat. Abdulaziz Ablat 5 iyul atiganda ishga ketgan payt qaytib kelmagan. Mazkur oila o'g'lini surishti qilib soqchi organlarga borganda uning ismi tutilganlar tizimligidan topilmagan. 5 iyul vaqasidan keyin tutilib, hozirgacha izdiriki bo'lmaganlarning yana biri Sodigar Ahmadjon Juma. 2009 yılı 8 ayının 27 günü Xitoyning 5 nafar davlat amallik soqchisi Urumchi shahrining Saybog' rayonidagi Kashlik bozorida qoq savdosi qilayotgan Ahmadjon Jumani tutib ketgan. Ahmadjon Jumaning ota-onasi 3 yildan buyon Xotan va Urumchidagi soqchi o'rinlaridan uning hech qanday uchurini olmagan. Soqchilar bundaq bir kishining tutilganligini rad qilgan. Kishilik huquq kengashining 20-navbatlik umumiy yig'ini Janvada davom qilmoqda. Yig'inning 26 iyundagi tartibi bo'yicha Dünya Uyg'ur Qurultayı vakili Mark Apandi Uyg'urlarning kishilik huquq vaziyatini o'ttirib qo'ydi. Mark Apandi yig'inda Qatar ostidagi millatlar tashkiloti nomi ostida so'z qilgan. Mark Apandi asosli Xitoy hukumatining 5 iyul tinish namoyish qilib chiqqan Uyg'urlarni qattiq bostirganligi, buning xuddi Suriyadagi bostirishga o'xshaydiganligini ko'rsatgan. Birleşken Devletler Teşkilatı Kişilik Hukuk Kenişi'nin 20. növbetlik umumi yığını 6. ayının 18. günden 7. ayının 6. günüge devam kılıdı. Arizda Dilmurat Muslin Çapçal Nayisi Kaniyesi'deki Toqaylık Manzara rayonunun talantaraj qilinishiga qarshi shikoyat qilib Beijingga kelgan. 5000 mo cho'ngliqdagi Toqaylık Manzara rayoni Ili daryo bo'yidagi davlat darajasida qo'g'dirilgan tabiiy o'rmon balvig'i. Halbuki Şinjan xizmat yig'ini shamilida Toqayliqmi talantaraj qilinishga boshlagan. Yerlik amaldorlarning Toqayliqni Xitoy savdogarlariga setib yeyishi dehqonlarning g'azabini qo'zg'agan. Kaniysidagi dehqonlar mazkur manzara rayonini qo'g'dab qilish uchun Dilmurat Muslimni vakil qilib saylab Beijingga vatgan. Şinjan xizmat yig'inining 2 yilligi munosabati bilan
Uyghur Kişilik Hüquq Programmasi doklad e'lon qilib, mazkur yig'indan keyin yo'lga qo'yilishga boshlagan siyosatlardimi yerliklarni iqtisodiy taraqqiyotning sirtida qo'yish xohishining o'zgarmaganligini o'ttirib qo'ydi. Dokladda Şinjan xizmat yig'ini siyosatlarining Xitoy hukumati kutgandek unum bermagan, G'arbni ichish siyosati ustiga qurilganligi, bu siyosatlar keltirib chiqargan tengsizliklarning 2009 yildagi 5-iyul Urumchi voqeasiga sabab bo'lganligi ko'rsatilgan. Dokladda yana mundaq deyilgan: xizmat yig'ini voqeaning kelib chiqishiga sabab bo'lgan tengsizlik va kamsitish masalasini yanada hal qilib bo'lolmadi. Muhtaram televizor ko'rguvchilar, yuqorida Erkin Osiyo radiosi to'g'ri televiziyasining haftalik xabarlar programmasini ko'rdinglar. Kelar hafta ko'rishgaymiz. Xayr xo'sh. Xayr xo'sh.